Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan arraylarni dasturlash tillarida ko'rib chiqamiz. Xo'p, asosan 3 ta tilda ko'rib chiqamiz: Java, Python, JavaScript. O'zi deyarli hamma tillarda arraylar bir xil bo'ladi. Agar sizlar arraylarni biladigan bo'lsanglar, bu darsni o'tkazib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, arraylarni bu darsda biz tayyor variantlarini ko'ramiz. Keyingi darsda o'zimiz yasab ko'ramiz inshaalloh. Xo'p, bugungi darsimizda nega tayyor variantini ko'ramiz? Sababi deyarli hamma mashhur dasturlash tillarida arraylar oldindan yasab qo'yilgan bo'ladi va undan bemalol foydalanishimiz mumkin biz. Xo'p, qo'limizda yasash nima uchun kerak? Qo'limizda yasash sizlarda arraylarni o'zi qanaqa kelib chiqqanligi, ularda qanaqa ma'lumot saqlanishi haqida tushuncha paydo bo'lishi uchun va keyingi bizda shunaqa ma'lumot turlari bor. Hech qaysi tilda yasalmagan, uni qo'lda yasab chiqishimizga to'g'ri keladi. Aynan shu ma'lumot turlari mana shu asosida yasalgani uchun biz qo'lda yasashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi bizda shunaqangi vaziyatlar bo'ladi, o'zimiz ma'lumot tuzilmasi ishlab chiqishimizga to'g'ri keladi. Ana o'sha paytda tayyor ma'lumot tuzilmalaridan foydalangan holda yana boshqa ma'lumot tuzilmasini o'zimiz yasasak bo'ladi. Ya'ni optimal yechim bera olishimiz kerak. Aynan algoritmlash va dasturlashimizni algoritmlash va data struktura kursi aynan shuni o'rgatadi bizga. Endi qiladigan ishimiz Java da birinchi boshlab ko'ramiz arrayni. Juda ham oson Java da array yozish. Birinchi uni turini yozamiz. Xo'p, array deganda bizda o'tgan darsda men sizlarga tushuntirib berdim nimaligini. Bir qancha ko'plab narsalarni bitta joyga jamlaydigan bo'lsak, ular string bo'lsin, ular integer bo'lsin, ular nimaki bo'lsa ham hammasini bitta joyda jamlab beradigan narsaga biz array deymiz. Java da turli xil narsalarni bitta joyga array bilan jamlash bo'lmaydi. Xo'p, unga boshqa o'zimiz data struktura ishlab chiqsak bo'ladi, lekin array da bo'lmaydi. Xo'p, arrayda faqatgina bir xil narsalarni joylashimiz kerak. Ya'ni tasavvur qilinglar, biz arrayimizni javon deb tasavvur qilsak, u javonga faqatgina bir xil turdagi narsalar joylashimiz mumkin. Misol uchun, birinchi javonimiz kitoblar uchun bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi javonimiz misol uchun ruchkalar uchun bo'ladigan bo'lsa, uchinchi javonimiz faqatgina misol uchun qalamlar uchun. Ya'ni bir xil turdagi narsalarni joylasak bo'ladi. Har xil narsa joylab tashlasak bo'lmaydi. Ya'ni son joylamoqchimisizlar, uni ichiga tekst tiqib olmaysizlar. Tekst joylamoqchimisizlar, ichiga misol uchun boshqa, misol uchun booleanlarni tiqib olmaysizlar. Mana shunaqa narsa bor. Xo'p, agar sizlarda Java'ni yaxshilab chuqurroq o'rganaman desanglar, o'zi bu dasturlash va algoritm kursi, ya'ni data struktura va algoritm kursi o'zi dasturlash tugatgan odamlar uchun. Agar hali tugatmasdan ko'rayotgan bo'lsanglar, mana YouTube kanalimda xo'p, Java kursi bor. Shuni ko'rib chiqsanglar, sizlarda dasturlash haqida ozgina tushuncha paydo bo'ladi. 180 ta dars, unaqa kamgina ko'rib chiqsanglar, mana Java dasturlash kursi to'liq. Farruh developer deb yozsanglar, chiqib keladi. Xo'p, buni keyin praktikasi bor. Praktikasini kanalim bor. Xuddi shunaqa, mana bu yerda Telegram kanal turibdi, ustiga bossanglar kirib ketadi. Shu Telegram kanalimdan topsanglar bo'ladi. Xo'p, endi men bunga qaytadigan bo'lsak, Java'da array ochish juda ham oson. Birinchi tur yoziladi. Turni yozganimizdan keyin mana bunaqa braces qo'yiladi. Inglizchada buni oti braces, g'ishli qovus desa ham bo'ladi. Va unga nom beriladi. Xohlagan nominglarni bersanglar bo'ladi. Misol uchun men sollar dedim, numbers dedim va new deb yoziladi. New kalit so'zi bilan ochiladi va yana bir marta uni tur yoziladi. Faqat bu safar uning ichiga nechta narsa yozilishini oldindan aytib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Java'da arraylarning size fixed. Ya'ni ularning ichiga nechta narsa ketishi o'zgarmas. Oldindan aytib qo'yishimiz kerak. Agar 3 ta narsa ketadigan bo'lsa, 3 deb yozamiz. 10 ta narsa ketadigan bo'lsa, 10 ta yozamiz. 5 ta bo'lsa, 5 yozamiz. Xo'p, 3 deydigan bo'lsam, buni ichiga 3 ta narsa sig'adi degani. 3 tadan ortiq narsa sig'maydi. Va buni ekranga chiqaradigan bo'lsak, bizda system out println ekranga chiqarish komandasi, buni ekranga chiqaradigan bo'lsak, xo'p, bizda mana bunaqa narsa chiqadi. Ko'radigan bo'lsak, bu array o'zi emas. Buni xotirada joylashuvi bu. Xo'p, shuning uchun
mana bu hash kodi, misol uchun mana bunaqa narsalari bor va hokazo aytsayndan keyin. Xo'p, buni o'zini ko'rmoqchi bo'lsak, ekranga nima borligini buni ichida biz arrays degan klassdan foydalanamiz Javada. Arrays degan klassi toString degan metodi bor. Shu toString metodining ichiga numbers yozadigan bo'lsanglar, xo'p, bizda mana bunaqa narsa chiqarib berdi. Ko'radigan bo'lsak, biz ichiga hech balo yozmaganimiz uchun Java nollar bilan to'ldirib beradi. Xo'p, ya'ni sizlar ichida hech balo solmasanglar, mana shuni default qiymatlari bilan to'ldiradi. Misol uchun integer default qiymati bu 0. Xo'p, qolgan misol uchun booleanniki misol uchun false. Yana misol uchun sonlar hammasi numbers deylik, hamma sonlarning default qiymati 0 yoki 0. Mana bunaqa booleanniki false, qolgan misol uchun reference type'larniki 0 bo'ladi. Reference type'larning hammasi. Xo'p, mana shunaqa character'iki bor, o'zini 0 bor u. O'zini shunaqa 0 degan character'i bor, o'sha bo'ladi default. Xullas, agar sizlar yozmaydigan bo'lsanglar, ichiga hech balo joylamasanglar, Java'ni o'zi mana bunaqa narsalar bilan to'ldirib qo'yadi. Agar o'zimiz joylamoqchi bo'lsak-chi degan savol tug'iladi. O'zimiz narsa joylamoqchi bo'lsak, ularning indekslari bo'yicha joylaymiz. O'zi o'tgan safar sizlarga men array pluslarni aytganimda, buni indeksi dedim, esinglarda bo'lsa. Indeks orqali narsa qidirish bizda juda ham tez ishlaydi. Shuning uchun bizda indekslari bo'yicha joylanadi. Xo'p, biz 0-indeksdan boshlab joylaymiz. Ya'ni bizda 1dan boshlanmaydi, indekslar 0 dan boshlanadi. 0-indeksga misol uchun 10 sonini joyladim. Xo'p. Va 1-indeksga, 2-indeksga misol uchun, xo'p, xohlagan narsalarni joylasanglar bo'ladi. Misol uchun 50, bunga misol uchun 20 joyladim. Ana endi buni ekranga chiqaradigan bo'lsak, xohlagan narsamni yozdim. Buni ichiga o'zingizlar xohlagan sonni yozsanglar bo'ladi. Bizda integerlardan tashkil topgan array paydo bo'ldi. 10, 50, 20. Mana shunaqa ko'rinishda biz Javada arraylarni yozsak bo'ladi. Bundan tashqari, buni to'g'ridan-to'g'ri mana bu yozish usuli ham bor. Xohlasanglar uni ham ko'rsatib ketaman. To'g'ridan-to'g'ri misol uchun qaranglar, bu keyinchalik qo'shish uchun kerak bo'ladi. Agar ichida nima borligini oldindan biladigan bo'lsanglar, mana bunaqa yozib ketsanglar ham bo'ladi. Misol uchun, bunaqa yozib o'tirmaysizlar-da. Curly braces degan narsa bor. Curly braces degani mana jingali qovus. Ichiga misol uchun 10, 50, 20, 30, 40 va hokazo yozib ketaverasizlar mana shunaqa qilib. Bunda size-ni aytishinglar shart emas. Ichiga nechta narsa yozganingizga qarab, o'zi razmerini aniqlab oladi. 4 ta bo'lsa 4 ta deydi, 3 ta bo'lsa 3 ta deydi. Mana, ko'radigan bo'lsak, bir xil narsa chiqazib beradi. Xo'p, arraylarimiz mana shunaqa qilib yozsak bo'ladi. Boshqa tillarda ham ko'radigan bo'lsak, arraylar boshqa tillarda ham dasturlashlarda tayyor. Misol uchun, xo'p, JavaScriptda array ochish uchun bitta keyword yoziladi. Misol uchun let yoki const farqi yo'q. Constanta bo'lsa const deb yoziladi. Misol uchun numbers deymiz va mana bunaqa g'ishli qovus ochamiz. Bu bizda JavaScriptda array yozilishi, ya'ni bitta implementatsiyasi. Hop, buni ham new array deb ochsa bo'ladi, mana qilib. Nu tavsiya qilinadigan mana bunaqa. Misol uchun 10, 20, 30 va ekranga misol uchun chiqaradigan bo'lsak, hop, numbers ekranga chiqaradigan bo'lsak, hop, bizani bitta play button o'rnatib olaman hozir. Buni ishga tushiradigan. Hop, play buttonimiz ishga tushdi. Men uni bosadigan bo'lsam, mana bu ishlatib beradi. Xullas, bu yerda hozir ishlamayapti. Men Node.js o'rnatmagan ekanman. JavaScript ishlash uchun Node.js o'rnatib olish kerak. Bu o'zi bu dars uchun ortiqcha. Lekin xohlasanglar ko'rsatib ketaman. Shu yerda o'zida ishlatishi, bu o'zi bu darsga umuman tegishli joyi yo'q. Men shu yerda o'zida ishlatmoqchiman.
Xo'p, hech qanaqa brauzerga qilmasdan o'zi brauzerda ko'rsam ham bo'ladi. Buning uchun Node.js o'tkazib olishim kerak. Node.js download deyman. Xo'p, Windows installer. Bu ko'chirib bo'lgandan keyin ustiga bosib o'rnatib olaman. 2 marta bosib oldim. Next. Accept qilamiz buni. Next. 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 Chocolate. Kerak emas menga chocolate. Tanlamayman. Install bosaman. Yes bosaman. O'zi o'rnatib beradi. Bo'ldi, o'rnatib oldik. Endi VS Code'ga qaytaman. VS Code'ni boshidan kirib chiqaraman. Endi ishga tushiradigan bo'lsam, mana 10, 20, 30 chiqarib berdi. Ko'rdingmi? Juda ham oson. Menimcha Python'im ham yo'q. Hozir Python'nikini ham o'rnatishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, Python'da shundoq kalit so'z ham shart emas. O'zi nom berasizlar. Hozir bu Python'da list deyiladi, lekin array bilan bir xil narsa. Xo'p, buning ichiga misol uchun 10, 1, misol uchun 10, 40 va hokazo xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. Ishga tushiradigan bo'lsanglar. Hozir mana JS2 ni ishga tushiryapti. Xo'p, JS o'chirib tashlaymiz-da. JS o'chirish shart emas. Xo'p. Tanlasa bo'lardi, adashmasam. Xullas, Pythonda ham xuddi shunaqa bir xil narsa. Mana shu ekranga yozgan narsalar chiqib keladi. Xo'p, menda kompyuterni almashtirdim, o'shanga bir ikkita narsalar o'chib ketib qopti. Yozilishi xuddi shunaqa, ekranga mana shu yozgan narsalar chiqib keladi xos Pythonda ham. Boshqa ko'plab dasturlash tillarida ham sizlarda xo'p, nima desa bo'ladi? Arraylar bir xil yoziladi. Endi arraylarning minus tarafi bunga misol uchun Java'da olaylik. Bunga nimadir yangi qo'shmoqchi bo'lsanglar, boyidagi misol uchun fixed size bilan yozadigan bo'lsak, eskisini oladi-da, bittalab kopiya qilib chiqadi. Ya'ni algoritmimizni baholayotganda biza o n deb oluvdik. Ya'ni xullas linear qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, arrayimiz linear darajada oshib ketaveradi. Kopiya qilish ham, ichiga narsa qo'shish ham. Bunda boshqa bizda array list degani, linked list degani bor. Hali uni ko'rganimizda unda osonroq qo'shish ichiga narsa. Arraylar xotirada hammasi ketma-ket joylashadi. Hozir yozgan narsalarimiz xotirada ochib ko'rinsa, agar ko'ringanida edi, bizga ketma-ket turgan bo'lardi joylashuvi. Ya'ni buni chizib ko'rsatadigan bo'lsam, misol uchun mana bu xotira deydigan bo'lsak, xotirada misol uchun yonma-yon turib oladi hammasi. Misol uchun ichida 4 ta narsa bo'lsa, mana shunaqa 4 ta narsa yonma-yon turib oladi. Razmeri bir xil bo'ladi. Shunaqa qilib turib olishadi. Bugungi darsimiz shu bilan tugadi.